Hey, men bir yilda qanday qilib 1 million topishni bilaman. Voy, rostdanmi? Ha, uning uchun bitta bankka 60 ming pul qo'ysangiz kifoya. Men o'zim bilardim 60 ming pul bo'lganda. Buni topish oson. Voy, qanday qilib? Uning uchun boshqa bankka 4 ming pul qo'ysangiz kifoya. Ha, sen nima qilyapsan? Bo'lsang-chi. Yo'q, men bo'lmayman. Nega? Men boy bo'lishim kerak. Men pullarni yaxshi ko'raman. Lekin pul menda yo'q hozircha. Lekin pul soatga teng. Demak, soat menda juda ham ko'p. Men boyligimni, qarochi, hammaga ko'rsatmoqchiman-da. Shundaymi? Bu yoqqa kelgan. Ish qilmaslikni ko'rsataman senga. Bitta yukni tashib olib. Bismillahirrohmanirrohim. Ilohim, TSB bankida menga ko'p pullar bersin. Million bo'lib ketay. TSB banki menga telefon qilib, biz bankrot bo'ldik. Bo'ldi, qarzingiz kerak emas deb aytsin. Men juda ham katta millioner bo'lay. Va ular kelib mendan pul so'rashsin, meni ishga oling desin. Ilohim, meni aytganim kelsin. Amin. Allohu akbar. Sandanam, mandanam, undanam, bundanam. Yaxshi bo'laring, bananga qoqilib o'lmalaring deb yozibdim opam. Bananga qoqilib bo'larmikan? Voy, olib qo'ysa bo'lmaydimi shuni? Qani, bir qoqilib ko'ring. Yo, bismillah. Ay qo'lim. Qo'lim. Belim. Ehtiyot bo'ling, bananga qoqilasiz. Singlim bananga qoqilsa o'larmikan? Ha. Ishonmayman. Mana bitta qoqilib ko'raman. Yo'q. Oyog'im. Ketdik. Bekor qoqildik. Yana kimdir qoqilib tushsa-chi? Buni tomga otib yuborish kerak. Qanday qilib? Bo'ldi, esimga keldi. Qo'lingni olarding-da, kuchli zarba bilan uloqtirarding. Ana bo'ldi. Yana hech kim yiqilmaydi. Zo'r ideya. Ketdik. Voy. Opamga nima bo'ldi? Opa nima